O'g'lim, sen uylantirmoqchi biza. Yaxshi ko'rgan qizing bormi? Siz nima kulyapsiz? Ayt. Qizing bo'lsa ayt. Normal javob ber, seryozni gapirayapti. Qiziq yo'q. Bahor kelsa gullar ochilib. Shunaqa paytda o'zi uylangisi keladi odam. Haqiqatan ham ey. Bahor kelsa odam uylanasi keladi. Nima, siz ham uylanasiz kelyaptimi? Yo'q. Siz nima irshayib o'tiribsiz, xotinlar o'xshab? Undan ko'ra o'g'lingizda bir qiz toping. Topdim. Qani kim topdingiz? Mana Shahlo Ahmedova va Men o'zingizga toping demadim, siz olmay qiynab turibsiz. Ha? Mana qara. Agar yoniga kelmasa, bir poy naskingga oshirib qo'y. Keyin chaqirsang keladi. Tamam. Men ham shunday qilaydim. Qani desang, paytingga qaytib qolsam. yana nima qilasiz kelyapti? Qo'ying agar bezor bo'lmagan. Bo'ldi, qaytmayman ichkari. Aka bizlar bitta murabbiy kerak qishloqda o'tib toshchi. Tushunmadim. Bu bizlar tili tushunmaydi. Unga ko'chaynisiga gapirish kerak, haymi? Hozir senga ko'rsatib beraman, qara. Bratan, voy. Tachka kerak-da. Bo'ldi, dabro, bratuxa, mana de tachkani zo'ri sizlarga. Ko'rding? Bratuxa, bu meni jossam bo'ladi, men buni erkalab quyoncham deyman. Atemuni ko'ngli nozik lekin. Takomunda safariga borib gulyatsiyalar qilsangiz bo'ladi, tushunasizmi? Nima dedi? Jo'ssan. Bu star stop bor ekan, qumda yaxshi yurgan, motor kuchli ekan. Shunaqa deyapti. Shunaqa. Qancha bu? Shu bu o'zim tilda gapirish kerak, qara. Bratan, cho'lka dinuxa tachka. Oke, bu короче 1,5 ta bumaga. 17 million aka. Bu ko'proq olmoqchiman. Optima gaplash. Optimum. Ha. Bratan, sizlarda o'tdim qaytdim, tudem sudem yo'qmi? Voy brat, o'zimiz ana bolalarga ikkita razvorot qilib olamiz, a. Razvorot nima degan? Nima? 17 million desa, 15 milliondan qilib berar ekan, o'pdimi? Aha, ma'qul olamiz. Ha, shunaqa. Dabru bratan. Bo'ldi, aka, stresslarlaring buni ketdi bu. Ha, go'zal qiz jipirlab kiryapsiz ko'chkarga, men sovuqda kutib o'tiribman jinniga o'xshab. Voy, shu sovuqda ham to'y qilasizmi, jinnivoy? Ha, o'zingiz shoshtirdingiz-ku. Sar yangacha kerak payt vizorda qilib, ana sevizdan pamatajan berib turing. Hozir ketirib beraman. Xo'p, bo'pti, beraman hozir. Muhabbat. Men seni 32 yil kutgandim. Uzr, kerakli paytda bezovta qildim-da, ulam. Yo'q, keraksiz payt bezovta qildi-jon, undaqa kerakli emas-da. Kela, yuzda uvajlash qiladigan kremingiz bor-edi, sepingizda, ana shundan bering. Kelib turinglar. Rahmat, lekin eshik yopaymi? Bor eshikni ichidan qufla. Nima bo'lyapti? Qanday bo'lyapti endi? Shu atringdan bitta sepib aka, hasidim lekin. Uzr endi, kerakli paytda bezovta qildim sizlarni. Aka boss, omad. Inangni Roma aka. O'g'lim uzr, kerakli paytda bezovta. Dada, men bir yilda umrimda bir marta uylanaman. Mana voy popoq, mana senga, mana bezvet senga, mana ayajon bu sizga. Mana Bloom Beauty Cosmetic'dan sizlarga kosmetikani dodalaridan olib keldim. 7 ta Toshkentda do'koni bor ekan, narxlari ham zo'r ekan. Yangi yil sovg'asi bu sizlarga. Meni tinch qo'yinglaring, iltimos. To'xta, shuncha xarajat nima qilarding? Kelindigidan ishlatib edi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmatinglarmi menga? Bo'pti, xo'p. Obbo, qutuldim, yashasak bo'ladimi, ha? O'g'lim, uzr, kerakli paytda bezovta qildim. Boya eshitmading, ana. Nima dada, sizga ham kosmetikami? Yo'q, sarpoyingda Calvin Klein mayka turib ko'rdim, oppoqdan. Shuni menga bera olmaysanmi? Uni kiyganman dada. Sal shoshibsan-da. Bir marta kiydingmi? Muhabbat. Men seni jonimdan sevgandim. Qoravoyim, o'zimni. Men qora emasman, buyog'larim oq mana. Nima siz bo'lmasa? Men bug'doyrangman. Uylayda o'zimni olsaydi. Ha, taksi chaqiruvmidingiz? Ha, chaqirgandim. Qani siz topolmayapman.
Ana, oq futbolkadagi qop-qora bolasizmi? Mana qara, men qora emasman. To'g'ri, yozda qorayman, lekin qishda sal oqaraman. Haydang. Shayxonchoqurga haydang. Mana qara jiyan. Quyoshda ko'p ham daydi yo'q, akamga o'sha qora tap bo'lib qolasan. Amaki, meni qoraligim bu joyga kuydiryaptimi? Yoki nami qilib qoldimi? Nam tortyaptimi, amaki? Mashga qo'ysam oqararman. Aka, qanday yarashdimi? Men ochmadi aka sizni. Rangingiz ham qap-qora ekanda, uncha rang tushmaydi sizga lekin. O'zing ranging qanaqa? Sariq popshak. Men qap-qora emasman, tushundingmi? Oppoqmisiz? Qani ko'raylikchi. Hech narsa bo'lmadi. Mana shu jo'rami bor-ku, o'zi qora bo'lsa ham qalbi oq buni bilasan. Qoravollar zo'rda o'zi. Ey donakalla. Men qora emasman. Men qoraligimni hech qachon tan olmayman. Kimsan unda? Mulatkaman. Kim? Mulatka. Bo'ldi, ketaman. Xotin, senga gul oldim. iPhone ham hech qanaqa sababsiz. Prosta seni yaxshi ko'rganim uchun. Nimaga odam qo'yni qo'yib bo'lgandan keyin bunaqa yaxshi bo'lib qolarkin-a bular? Uyda issiqqina choy ichamiz, ha? Endi точно ketaman. Qachongacha bu kaltaklik chidashim kerak? Onasi yur, o'z qo'llari bilan ovqat qildim. Birga o'tirib oilaviy yeymiz. Baribir ketaman. Mayli, bugun kech bo'lib qoldi-yu, ertaga ertalab aniq ketaman. Ketishim kerak. Yaxshi dam olding onajonisi. Qo'laman. Tur qursin eringni. Kerak emas senga bunaqa er. Betayin. Hali bitta uy ham olmagan kvartirada yashaysanlar. Qani tush oldimga ketamiz. Assalomu alaykum onajon. Qayerlarda sang'ib yuribsiz, kiyov? Iskandar Billingizdan uy oldim. Hamma sharoitlari bor ekan, lokatsiyasi ham zo'r ekan. Qizingizni olib ketyapsizmi? Nega olib ketar ekanman? Voy, uborka qilayotgan ekan. Qarashga keldim, hozir kirib keldim. Oy, nimaga mana shu vaqtliroq qilishmaydi? Qo'yver, adiyam shunaqa edilar. O'zi erkalagicha ketaman desa yaxshi bo'lib qolishadi. Satu uy yopsalar, qani yaxshi gapir. Voy, kiyovjoni. Ketsa ketar. Ketaman der, ketsa ketar. Ketsa ketar. Qizlar bilan yotoqxonada tursang nimalar bo'ladi? Endi seni narsalaring saniki emas. Har kungi tong bitta molni qo'ygan buzinligini o'chirish bilan boshlanadi. Balki meni birinchiga o'tkazib yuborasizlar, sochim uzun-da. Yetmaganiga bitta kurs baland o'qiydigan ona xotin bo'ladi-yu. Joylarni yig'ib ketinglar, kechga kelib qoladi. Erkak kishining kiyimi nima qoldi bu yerda? Men Jahon akamga va'da berdim, dazmol qilib qo'yaman deb. Har kuni nimadir yo'qoladi. Bir kun shampun, keyin tish pasta, sprey, AirPods, tish cho'tka. Oxiri o'zing ham yo'qolib qolasan. Eng alamlisi, charchab kelganingda xonadoshingni zemlaklari kravatingga o'tirib olgan bo'ladi-yu. Bitta chiroq etsang kelachiydim. Sanab sekin bezlashib ketasan, lekin xolodilnikni ochib ovqat yemoqchi bo'lganingda Ertalabki rizqim, Xudodan qo'rq. Men вообще yetimman. oyi Toshkentdan uyoqlik Iskandar Buildings Mavrid mavzesidan boshlang'ich to'lov bilan oyiga 6,5 milliondan to'lab yursang bo'ldi ekan. Bu yerda qiynalib ketdim. Har 3 kunda bir qilinadigan tayinli majlislarni eslashni ham xohlamayman. Lekin gashti bor. Har xil viloyatdan do'stlar orttirasan, achigan ovqat yeysan. Любой narsa solingan ovqat yeysan, Ovqat qilsan. xonada bor hamma narsani qozonga solaman, nima chiqsa chiqadi. Yaxshilik qilib dazmol berasan, bir joyiga tiqib olib berishadi. Dazmolingiz o'zi buzuq ekan-a? Paq.